Muslimalarim, bu ikkinchi zakaz qilgan pijamam. Bittasini yengi uzun qildim, bittasini yengi kalta qildim. Mana bu yengi uzun rasvetkasi. O'sha bilasizlar, hadimi qattiq suvlar ham kelib qoladi. O'shanga yengi uzun ola qoldim birato'la. O'zi buni qarangdagi pijamam yo'q edi. Buni ham qaranglar, rangini qanaqa chiroyli. Unaqa ko'p narsasi yo'qda. Bitta mana logotipini aytmasak, qolgani qaranglar, esa chiroyli, nijniy, skromniy, ortiqcha hech narsasi yo'qda. Va mana ishtoni, bu ham uzungina ekan qizlar. Materiali shunaqa zo'rda. Yumshoq. Ana qichishtiradigan pijamalarni olishadi-yu, bilmayman, o'shalar menga yoqmaydi-da. Yumshoq narsalarni tarafdoriman-da. Qizlar, agar raddomga ham pijamalar qidirib yurgan bo'lsanglar, qaranglar, oldi tugmali. Raddomlarga ham shunaqa zo'r ketadi. Qizlarjonlar, ishonchli profilni tavsiya qilyapman sizlarga. O'zim zakaz qilgan narsalarimiz sifatini ko'rib, sizlarga tavsiya qilyapman. Olsanglar